Hello everyone, welcome to our language training center, new concept English video classroom, and today we will learn lesson 29. Come in, Amy. Sağollaştı, yaxshimizlar. Hamda bugun 29 ders. Come in, Amy degan darsni o'qiymiz. Ansam shu kitoblarni 29 darsga qarasanglar. Avval hamsa yangi so'zlarni o'rganib chiqsak. Okay, hamsa birinchi so'z qaranglar. Birinchi so'z nima ekan? Shut. Okay, shut. Alright, shut degan nima desanglar? Yapma. Hamda bugun yep-yangi bir narsani o'rganamiz. U bo'lsa nima desanglar? Fe'llar. Ilgari masalan ismlar, sifatlarni o'rgangan, shunami? Masalan, shut deganning sifat ma'nosini o'rgangan nima desanglar? Yepiqliq deb tushunami? Masalan, the door is shut. Demakchi, bu eshik yepiq. Eshik yepiq. Demak, endi shut sifat bo'lganda nima desanglar? Yepiq deb ma'nosi bor. Endi bugungi ma'nosi nima? Fe'l ma'nosi. Bu fe'l degan shu harakat. Uyg'ur tilida odatda maq, mak degan qo'shimchalar qo'llanadi. Demak, shut deganimiz yapmaq. Tushunami? Shut deganimiz nima? Yapmaq. O nima desanglar? Shu close deganga bilan o'xshash bo'ladi. Masalan, shut the door please. yoki close the door please. Okay. Demak, endi shut, close, bu ikkili sinim bo'ldi desanglar, yapmaq, taqamaq deb bo'ldi. Demak, ishni taqang. Shut the door yoki nima? Close the door. Close the door. Masalan, open bo'lsa, open degan yepishlar bo'lgan endi bugungi darsimizda open degan ochmoq. Masalan, ayol qaranglar, bu ayol nima ish qo'yibdi? Derazni ochib tushunami? Open the window and air the room. Okay, endi yerga air deganimiz nima desanglar? Air havoni almashtirish. Air degan havo deb ism shaklini o'rgangan, shunami? Air endi fe'l bo'lganda havo almashtirmoq. Masalan, air the room, uyning havosini almashtirmoq. Okay, uyning havosini almashtirmoq. Okay, degan gap bo'ldi. Masalan, air the room in the morning. Deganda uyning havosini almashtiring degan gap bo'ldi, almashtiring. Okay, endi bedroom degancha, bedroom deganimiz yotoq uy. Bedroom degan yotoq uy. Bed degan yotoq, karvat, room degan uy, bedroom, yotoq uy. Demak, endi air the bedroom, yotoq uyning havosini almashtiring. Okay. And this bedroom is tidy. Okay, and the tidy was nima desanglar? Tidy deganimiz ratlik. Okay, tidy. Demak, mayata qo'yaqdan qanday ekan? Ratlik ekan, shunami? Ratlik ekan. Tidy. Tidy, ratlik, pakiz degan gap. Demak, open ochmoq, shut taqmoq, close taqmoq, air deganimiz nima? Uyning havosini almashtirmoq. And qaranglar, macho. What about this? This one is untidy. Okay, this bedroom is very, very untidy. Untidy. And shu so'zni qarasak, hammaning oldida on deb bir tal qo'shimcha turdi. Bu on degan qo'shimchaning ma'nosi bu yerda nima desanglar? Inkor ma'nosi bor. Inkor ma'nosi bor. Bu yo'sha nima desanglar? Footing. Okay, masalan, qarab baxsak, tidy deganimiz nima? Ratlik, untidy. Ratsiz. Demakchi, bu onning ma'nosi emas, tushunami? Ratlik emas, ratsiz. Happy degan xushal, unhappy. Qana emas, xushal emas. Friend bo'lsa nima desanglar? Do'st, shunami? Friendly bo'lsa do'stona. Friend degan do'st, friendly do'stona. And unfriendly bo'lsa ancha nima desanglar? Do'stona emas. Do'stona emas. What about kind? Kind degan samimiy. Rostchil. Unkind degancha, samimiy emas, oqko'ngil emas degan gap. Okay. What about this? This one is a clothes, right? Clothes. And the ma'no shirk emas nima ekan? Bola clothes. Clothes degan shu kiyim-kechak degan gap. Masalan, your shoes, your sweater, your shirt, okay, your pants or jeans, all of them are clothes. Omlashtirib nima? Clothes deymiz. And a wardrobe degan jo'da salamish clothesni put qiladigan, soladigan mushina narsani nima deymiz? Wardrobe deymiz, Wardrobe. Wardrobe. A wardrobe shu nima? Kiyim-kechak shkabi. Wardrobe. And a put bo'lsa, if you put the clothes in the wardrobe, and put the clothes in the wardrobe. Demakchi, kiyim-kechakni kiyim-kechak shkafga siling degan gap bo'ldi. Put the clothes in the wardrobe. And the macho. What about this? This one is dust. Dust deganimiz shu chang to'zonlarni surtmak.
bo'lsa dust, masalan dust the table, dust the table deganimiz nima? Shu chang to'zonlarni so'kmak. Dust degan shu chang to'zon degan gap. Ana sweep bo'lsa savolashda. Qaranglar bular nima? They are sweeping. Sweep deganimiz nima? Supurmak. Masalan sweep the floor, ya'ni supurong. Shunami? Sweep the floor. Xo'sh, ham so'zlarni tugabdi. Amsa shu tekstimiz qaranglar. What is there in Mrs. Jackson's room? Mrs. Jonas, sorry, Mrs. Jonas' room. Okay, and then nima desanglar? Bu yerda Mrs. Jonas uyda nima bor ekan? Qaranglar. Bu yerda nima bor ekan desanglar? Door. Okay. Door degan nima? Eshik bor ekan, tushunami? Okay. Onun deganida nima bor ekan? Window bor ekan, deraza bor ekan, tushunami? Onun deganida wardrobe bor ekan. Wardrobe degan nima? Kiyim-kechak shkafi, tushunami? Wardrobe, tushunami? How is the Mrs. Jonas' room? Qanaqa ekan? Qarab baqinglar rasmga. How is the Mrs. Jonas' room? Mushu Jonas xonimning uyi qanaqa ekan? Clean mikan, dirty mikan? Okay, very dirty, tushunami? And nima? Untidy. Okay, dirty and untidy. Birga qanday desanglar aytib. Maynetgan, undan keyinchi rassizgan. Xo'sh, hamsa ma kartonni bir qisqagina ko'rib o'tib, andan tekst qaraylik. Come in, Amy. Shut the door, please. This bedroom's very untidy. What must I do, Mrs. Jones? Open the window and air the room. Then put these clothes in the wardrobe. Then make the bed. Dust the dressing table. Then sweep the floor. All right. And qaranglar, Mrs. Jonas the come in, Amy. Come in, Amy. And we are come in deganimiz nima desanglar? Kiring. Okay, indiga ichiga shunami? Come in, Amy desangiz, nima? Amy ichiga kiring. Shunami? Come in, Amy. Shut the door, please. And shut the door deganimiz nima? Eshikni taqam. Okay, shut degan itdan shunami? Shut the door, please. Okay. This bedroom's very untidy. And then bu yataqoy bo'lsa in time qanda qalaymiqan. This bedroom is very untidy. This bedroom is very untidy. What must I do, Mrs. Jonas? Okay. And then nima ish qilishim kerak, Jonas xonim dedi. What must I do? What must I do, Mrs. Jonas? Nima qilsanglar? Open the window and air the room. Nima ish qilam? Derizani oching hamda uyning havosini almashtiring. Okay, hamda shu ikki buyruq jumlalarning ikkisini birlashtirsang o'tirib and keladi bo'lganda shunami? Demak, open the window and air the room demakchi. Derizani oching hamda havosini almashtiring. Then put these clothes in the wardrobe. Hamda bu kiyimlarni qanaqa qilib? Kiyim-kechak shkafga salam. Then make the bed. Hamda karvatni o'ngsham. And dust the dressing table and then sweep the floor. Demek endi bu tekstni bir qisqa mazmun tushunami? Aniqda bu tekstimizdagi in time muhim nuqtalarga qaranglar. U bo'lsin nima desam, what must I do? Okay, what must I do? Endi bu yerga must deganimiz nima desanglar, savolashda shu sizlarningki, mush qilishga tegishli majburiyatinglarningki, zarur zarur bo'lgan ishdan deganda mustni ishlatamiz. Must degan lozim, zarur, tushunami? Masalan, I must open the window. Men qanday qilishim kerak? Derizani ochishim kerak. I must air the room. Uyning havosini almashtirishim kerak. Endi siz egisi siz bo'lsa o'xshashlar must. Demak, egisi qanchalik shaxs bo'lishidan qat'iy nazar bolalar o'sha must ga qanday desang o'xshash kerak bo'ldi. I must, you must, he must, she must, they must, it must, we must. O'xshash hammasi o'xshashlarni nima desanglar must. Endi bu buyruq jumlalari qanday desanglar, ma you chib qoladi. Shunami? Buyruq jumlada egisi you qanday qildi? Chib qoladi. Shunga nima desanglar, miyaga you must. Masalan, you must open the window. You must air the room. You must put the clothes in the wardrobe. You must make the bed. You must dust the dressing table, and you must sweep the floor. Okay. And the ma oldirga ma then
Ayerge then deganimiz nima? Ondin. Ma'ni qilib bo'lgandan keyin degan gap. Demek endi mushunlarning hammasi nima must manda qilishingiz kerak. Demek mustning keyindan nima keldi desanglar, peel. Peelning asl shakli keladi. Demek ochmoq. Masalan, you must open the window. Siz derezni ochishingiz kerak. You must air the room. Siz uyning havosini almashtirishingiz kerak. You must put the clothes in the wardrobe. Siz cho'qim bu kiyim-kechaklarni kiyim-kechak shkafga solishingiz kerak. You must make the bed. Siz karvat raslashingiz yoki karvatni yig'ishtirishingiz kerak. You must the dressing table. Siz cho'qim garam ustini surtishingiz kerak. You must sweep the floor. Siz yani süpürishingiz kerak. Demek endi bu nimasi majburiyat. Okay. Endi buni savolga aylantirsak qanday bo'ldi desanglar, savolashlar. Shu mustni oldiga chiqib qo'ysanglar bo'ldi. Endi qarab qo'yinglar. Is this Mr. Jones' living room? Deymiz. No, it isn't. Bu siz xonimniki. Mehmonxonami desa, yo'q emas, shunami? Javob berib qo'yinglar. Is this Mrs. Jones' bedroom? Yotoq uymi? Yes, it is. Shunami? Is Amy in the bedroom? Okay, Amy, yotoq uydimi? Yes, she is. Shunami? Are these clothes in the wardrobe? Kiyim-kechaklar shu kitob shkafdami? No, they aren't. Shunglashqa nima desang, seling deydi, shunami? Is the dressing table dirty? Garam ustuli maynatmi? Yes, it is, shunami? Is the floor clean? Pokizmi? No, it isn't. Is the door open? No, it isn't. Demek ki hammasi nima desanglar emas. Shunglashqa uni nima? Shunga you must open the window, you must air the room, you must dust the dressing table, you must clean the floor. They don't go. Shunga hamda mushu nima kelganda qanday desanglar shu qilish kerak ekan. Masalan, do you make the bed? Okay, ansmaniga da bir o'g'li, masalan, often, sometimes, never. And often degan ko'pincha vaqtlar degan gap, Sometimes ba'zida qildi, ba'zi qilmaydi, shunami? Mecha 100% 50%, oftendan 80% bo'lgan bo'lsa, sometimes 50%. And never degan joy desanglar, qat'iy. Deb qilinglar savolashlar. So do you make the bed? Odatda karvatinglarni yig'ishtira olamsizlar? Often, sometimes, or never. Do you sweep the floor? Sizlar yani supuramsizlar? Ko'pincha vaqtdami, ba'zirimi yo azaldan qilib boqmamsizlar. Okay. What about do you air the room? Uyning havosini almashtirib turamsizlar? Qanchalik vaqti bor? Doimmi? Do you put the clothes in the wardrobe? Kiyim-kechak shkafga kiyimlarni solamsizlar? Do you open the window? Derizni ochamsizlar? Do you shut the door? Ishni taqamsizlar deganda. Xo'sh, hamsa, America sweep the floor. Sweep degan ya'ni supamak. You sweep the floor. And they make the bed. Make the bed deganimiz hamda nima bo'ldi desanglar, karavotni yig'ishtirmoq. Nima bo'ldi? And she's making the bed. Put the clothes in the wardrobe. Hamda nima? Kiyim-kechakni nega solmoq? Kiyim-kechak shkafga solmoq. Dust the dressing table. Garam ustini qanday surtmak bo'lsin? Dust the dressing table. Okay. And open the door yoki shut the door. Okay, open the door, and open the window. Air the room. The reason is you can't apply. Okay, read after the table. Okay, and okay. Muscular. If the room smells, you should. Again, Prak ketib qolsa, g'ayri prak bo'lib qolsin deymiz. Siz qilasiz kerak, you should. Mana should nima ma'no qilishingiz kerak degan gap. And you should mana qilishingiz kerak. Okay, air the room, open the window and air the room. If the floor is very untidy, agar qalayotgan bo'lsa, you should sweep. Sweep it. Okay, sweep the floor. If the clothes are all over the table, you should. Agar kiyim-kechaklarni mustan olsa, chechirib yotsa, you should qana qilishimiz kerak? Okay, you should qana qilish kerak?
put the clothes in the wardrobe. If the bed is very untidy, you should make the bed. If you are going to go shopping, you should. You should. Go shopping. Okay. Shut the door. Okay. If the dressing table is very dusty, you should dust it. Okay, I'm not sure. Vocabulary مثلا bedroom. Bedroom demek yatak koy. Make demek yasmak. Demek. Dust sözlerini söylemek. Air havasından başlama. Sweep Spamak. Wardrobe demek. Wardrobe demek giyimsek. Çıkarmak. Untidy siz. Put koymak. Open açmak. Shut demek. Takmak. Alright, that's all for today, and see you next time. Goodbye.